Akalar, bu hayotda erkak kishini omadi bilan o'ynashish kerak emas. 7-ishtirokchi, oxirgi ishtirokchi shundoq Cobalt yutib ketdingiz. To'g'risi men kutmagandim. Lekin Alloh beraman desa o'ziga oson ekan. Ota-onamning duosi bilan mana yutib qo'ygan sizga ham, jamoalarga ham, hammalariga rahmat. Akalar, hozirgacha menda hayajon bor. Bilaman, aka. Bu sizga va bu mashinaga juda ham ko'pchilikning hissasi qo'shilganda. Nima sohadasiz? Taksilik qilaman, aka. Endi bu mashinani sotasizmi, nima qilasiz? Mashinani xudo xohlasa minaman, aka. Sotilmaydi, sotmayman. Sotasizmi degan takliflar ham bo'ldi. Mana bu yerga kelishdan oldin ham takliflar bo'ldi, lekin sotmayman. Xudo xohlasa minaman. Aka, mulk sizniki. Sotsangiz ham, sotmasangiz ham bitta narsani ayta olaman, aka. Hatiyam 1 yil haydang mazza qilib. Xudo xohlasa, aka. Hamma harakat qildi, buni yutaman deb. Lekin Allohning aytgani bo'ladi, jon aka. To'g'ri, aka. Allohga oson. Lekin mana shu mashinani men yutganimdan keyin ota-onamga umra safariga jo'nataman deb va'da bergandim. Inshaalloh meni yutdim. Xudo xohlasa, yana qaytadan umra safarlariga jo'nataman. Akalar, bu mashinamni sog'inaman, ishoninglar. Voy! Shuncha mehnatda men roziman. Joyiga tushdi. Men sizni tanmasdim, nomingizga o'tkazib berdim. Xayrli, barakatli bo'lsin, aka. 5. Aka, rahmat. Mehr ko'zda dilxalarik bo'lmasin sizga gapingizdan, aka. Tabriklab qo'yinglar, akalar. Like ham bosib qo'yinglar bitta.